Assalomu alaykum. Bugun men uyimga iftorlikka turk qaynonam, qaynotam, qaynog'amlar kelishadi ovsinim bilan birlikda. Ularga juda ham chiroyli ovqatlar pishirishga harakat qildim. Stollarimni shunaqangi chiroyli qilib bezadim. Salatlarimni olive salata bilan baqlajon salatasi tayyorladim. Keyin bahor salatasi tayyorladim. Sonra tezda oshimni harakatini qilib qovurishni boshladim. Tezlik bilan qilmasam iftorlikka yetisha olmayman. Shuning uchun tezda yonida sho'rvamni ham qilishga harakat qildim. Bu arada sho'rvani pomidor sho'rvasi qildim. Turklar juda ham yaxshi ko'rishadi pomidor sho'rvasini. Ustiga sir qo'ydim. Iftorlik vaqti bo'lgani uchun tezda olib kirishim kerak sovimasdan. Sonra pilovimda pishdi bu shekilda. Pilovimda qanday chiroyliligini qarang. Bu shekilda. Sonra fırında patates, kartoshka bilan qiymali ovqat tayyorlagandim. Yonida qaynonam sog' bo'lsinlar, sarma. Har safarida sarma olib kelishadi bizga. Xo'jayinim juda ham yaxshi ko'rishadi. Sonra shirinliklarni berishga harakat qildim choy bilan. Bular juda ham choyni yaxshi ko'rishadi. Achchiq qilib ichishadi. Men icha olmayman. Juda ham ochiq choy ichganim uchun menga kulishadi doim. Bu shekilda shirinliklarni ham olib kirdim mehmonlarimga. En son turk kahvesi, en sevgan turk kahvem. Bu şekilde turk kahveni ham yonida pista bodom qilib olib kirdim mehmonlarimga. Mehmonlarimni ham jo'natib, sekin-asta tozalowga kirishdim. Idishlarimni mashinaga otmaydigan idishlarimni qo'lda yuvib oldim, chunki ularni yaltirog'i ketib, juda ham xunuk bo'lib qoladi. Juda ham chiroyli qilib oshxonamni ko'pik qilib tozaladim, yaltiratib. Ay, gazim juda ham chiroyli yaltiradi. Eng yaxshi ko'rgan narsam. Mashinamga juda ham charchaganim uchun ozgina yaltiroq stakanlarimni ham qo'ydim, majbur. Chunki juda ham charchadim, jonlarim. Makinamga kapsul qo'yaman. Bingo kapsulidan. Juda ham yaxshi ko'raman bu kapsulni. Idishlarni yaltiratib, juda ham chiroyli qilib yaltiratib, shirin qilib qo'yadi. Mashinamni boshlatdim. Chiroyli qilib idishlarim yuvilsin. Yuvilgandan keyin tezda joylashtirib, endi yotib dam olsam ham bo'ladi. Yaxshi dam olinglar.